Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki UzCard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Xo'p, bismillah deb akalar, unda majlislarni boshladik. MX best qilib, chotki qilib syomka qilib beraman. Qo'ldan kelganicha. Yo'qsa bosib ko'rasizlar, nomerlarini olib beraman. Xudo xolasa, mehmon bo'lsanglar, o'tiring-ku, mezbon bo'lib ishni qilaveramiz. Mola egalar bormi, yo'qmi? Mana mola doktor. Xo'p, ikkita. MX bunisi best-da. 2017-yil ishlab chiqargan ekan, boshlanishiga menga tordan, tozasidan kerak deysizlar-ku. Mana 185 ming yurgan birinchi paysi 30% kraskasi bor ekan. 1000 bilan ikkala varianti bor. Sakadiska yumshoq balon. Xullas metan, benzin. Metan, benzin. Mana holat akalar. Bu prostoy, a? Ha, prostoy. Xo'p, bitta ishlarini ko'rsatib qo'yaman. Polig bor, chiqol bar. Shunaqa joyi o'zingizlar yaxshi bilasizlar, ko'p yollaydi. Uniki yollamagan, ammo bodri ekan. Aka, shtirga qanaqa bu? 34, 3400 kamini qilib beriladi, xudo xolasa. Variantga 1000 dan olma. Qayerlargacha bera olamiz aka? Asa, vodiy bo'y. Namangan, Farg'ona. Ha, chiqaradi. Toqqacha beramiz, xudo xolasa. inshaalloh. Xo'p, ikkita mashinaga bitta nomer qo'yamiz, a? Xo'p, bunimiz 2011 465 ming yurgan Lux best. Konditsioneri bormi, yo'qmi? Konditsioner yo'q. Yo'q-da, xo'p, variant qilib beramiz. Metan, benzin, shtirga 2700 ekan-a? 2700 kami ham bor, 4 ta yumshoq balon akalar. Xo'p. Polik, chiqol. Holati mana buniki. Buniki endi boshlayapti. Xo'p, buni xudo xolasa 1000 emas, 1000 dan ozroq ekan bu. 800 dollar bilan berilar ekan. Xo'p, 1 yilgacha beramizmi aka yo 6 oymi? 6 oy 1 yil chiqaradi. 6 oy 1 yil kelishgan holatda chiqarib beramiz. Xo'p, endi 2 oyga nomerni bering. 93lik, 250, 71, 00. Geni bormi aka bularni? Hammasi egasidan keyin chiqadi. Egalaridan keyin chiqargan ekanlar. Yo'qsa best, xolasa MX ekonomist variant 17-yil ishlab chiqarilgan. Oxirgilaridan. Charchamang-a? Rahmat. Bu qizil kimdan? Hoji. Ha, u aka o'qiyapti. Peshin o'qiyapti ekan. Mayli, best so'ragan opa-singillarimiz bor. Ma'lumotni yozib qo'yib, qo'yib beraveraman. 2013 ekan. Best 208 ming probek, best lux deb qo'yibdi 20%. 20% kraskasi bor. 2013. 2800 yozib qo'ygan. Nomeri 90lik 217 13 17 ga aloqaga chiqarasizlar opalar. Mana holat. Ichini ham o'ziga moslab qo'yibdi, qizil qilib. Evakor poliglarni ham patsvet qilib, chiroyli qilib joylab qo'yibdi. Lux. Biz konditsioner. Holat. Buni ham shunaqa joyi tekkiz ekan, taniq ekan. Iya, ana bo'lmasa mashina benzinmiki, propanmiki? Ha, mashina propanda ekan. Propan qo'ygan, propani bor mashina istagan akalarimiz ham juda ham ko'p. Tayyor ekan mana. Yo'qsa bosib o'rasizlar, nomerni qo'yib berdim. Xo'p, bu yerda ham turibdi 2010 130 ming yurgan, 2,5 ming kami bor. Pozitsiya, konditsioneri bor, ikkinchi paysi ekan. Bezagi uchun 20%, metani bor, 33lik 311 07 06. Mana akalar. Zalatoy svet 2010 da ishlab chiqarilgan. 89 deydimi? Shunisidan. Mana ichki holatlari linoleum chiqol polik. Yes. Xo'p, buni ham mana shunaqa joylari toza ekan, ama yaxshi holatda ekan. Ideal desa ham bo'laveradi. Qiziqsanglar, bosib o'rasigan xonasi bor. Hop, MX. Buni yili necha akalar? Zo'r. 269 ming yuribdi. Akani ishi ham bo'lmayapti, gaplashtiribdi. Buni qiziqsa, sekin o'rnidan turib ma'lumot berib qol. Yili necha aka buni? 2009 navbatdagi mashinamiz. Mana ochiq ekan, ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik so'rayapti, qiziqyapti. Metan gaz balon, konditsioner. Lux konditsionermi aka? Ishlaydimi konditsionerlar? 139 ming probekda gazi yo'q demang yana. Gazi bormi? Xo'p.
Lyuks kondisionerlari ham ishlaydi. H9 metan gaz balon. Zapaska. Papani. Mana holati. Endi boshlanyapti. Aka necha pul endi bu naqd pulga? 22 bo'lsa beraman. 2200 Bo'lsa beraman. ishtir bo'lsa berasiz. Geni bormi? Gen bor. Variantchi. Yo'q, Faqat naqqa generalga qilib beramiz. beramiz. Xo'p, nomer bering aka. 33lik 33lik 001 001 4700. 4700 aloqaga chiqishlar akalar. Mana issiq keldi, sezon keldi, konditsionerga ahvoli zing'illab yuraveramiz. Charchamang aka. Bu necha yili? 2009 bu ham o'tda shunaqa, lekin best variantdan aka. Lyuks best konditsionermi shunda? Xo'p, metan gaz balon, jingillari bor. Kraska yurgani qanaqa aka? Kraska aka bor, betda olorqa butun. Oldi orqa butun, bet bor, ko'rsatib olaveradi. Yurgani qancha dedingiz? 500 ming motor noldan bo'ldi. 500 ming motor noldan qilib qo'ydinglar, 6 millionga sarflab qilindi. Xo'p, yurish-turish hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Necha pul aka ishtirga? 26 dan beraman aka. 2600 kami bor. Variant barter. Bor aka. Bormi? Necha pul bilan chiqadi variant? Eng kami. $1000 bilan qayergacha bera olamiz? Shanzan shahardan. Andijonda o'ziga, Namangan, Farg'ona, Andijonda o'ziga, bu yoq Xonobodgacha, chegaragacha bemalol olsanglar bo'laveradi. Bu ham sizdanmi? Ikki oyga bitta nomer qo'yaylik unda. Best Stalnoy yili qanaqa aka? 9 aka. Bu ham 9. Lyuks best konditsionermi bu ham yo konditsioner? Konditsioner chixol poli. Hamma yo'q joyida. Go'zal. Ichlarini ko'rsatamiz hozir qator qiziqqanlarga. To'rtta yumshoq balon. Yurgani kraskasi? Kraskasi aka 3 ta detalda. U aka Jig'ilotoni. 3 ta detalda bor. Aha. Yurgani? Yurgani 390 ming motor korobkasi yo'q. 390 ming motor korobka hamma yo'q joyida. Puli qanaqa ishtirgan? Buni yaxshi 26 dan bera olamiz aka. 2600 kami bor, 1000 ga beramiz variantga. Ya bu variantga chiqmaydi. Naqqa geni bormi? Bor aka yana. Ikki oyga nomer bering-chi. 93lik 789 1929. Xo'p, ichi deganlarga mana akalar. Ichi mana hali ko'rsatilayotgan joylari. Holatlari yaxshi ekan ama eshikni ochilib yopilish degandek. Linoleum chixol polik. Polida ham boshqachasidan taqib qo'ygan ekan. Chixolda aniqroq. Motorga qiziqqanlarga mana motor holatlarini ham ko'rsatib ketaman bir qator yengil. Yo'qsa bosib tashaverasizlar. Xo'p, avtomat korobka adashmasam bitta yonib turibdi. Lyuks konditsioner chiqib qoldi-ku bu. Motori qaranglar ishlashini. Yili necha aka buni? 13. 13. Motor qilinganmi shunda yo o'zinikimi? Qilingan-a? Shu benzinga Tiniq qilib qo'yibdi o'zi ham. Mana aytgan joyim. Xo'p, metani bor. Qiziqarli joyi bor ekan, hech keldim. Mashinamiz avtomat korobka 2013. Probega qancha ko'rsatyapti aka? 179 ming birodega. 179. Konditsioner ishlayaptimi aka? Ishlayotgan sen. Ishlaydi. To'rtta baloni yangi. Necha foiz kraska aka? Kraskasi ikkita eshikda petnosi bor. Qolgan joyi tiniq. Necha pul aka endi naqd pulga? Naqd pul 3,5 mingdan o'tib beramiz. 3500 kami bor. Variant bormi yo'qmi? 1,5 ming bo'lsa variant bor. 1,5 ming bo'lsa qayergacha beramiz aka? Vodiy bo'ylab beraveramizmi? Andijonda o'zi. Andijonda o'ziga. Nomerni ayting aka. 91lik 91lik 605 605 47 47 akalar 13 avtomat hozircha bitta chiqdi. So'ragan ko'p. Sodingiz bersin aka. Mana akalar. Ikkita petnochasi bor ekan. Qolgan joyini toza deyapti. Yo'qsa bosaverasizlar. O, bu yerda ham ikkita, uchta matizlarimiz turibdi. Egalari bo'lsanglar ko'rsatganman. Bu ham o'ta tiniq holatda ekan, ammo to'rtta balon diska yumshoq. Xo'p, 2015 mi adashmasam? Oynalar 15 ekan ammo. Xo'p, linoleum qilgan ekan, chixol taqish kerak, bor. Mashinamiz lyuks ekan, konditsioneri bormi, yo'qmi bilmayman. Egasi kelib qolsa hozir ma'lumot beraman. Anarog'i pulini. Mashina metan gaz balon, lyuks best konditsioner 15. Va mana egasi yo'qmi ichinglarda? Hop ketarmi? 15 mi? 15 Sizdanmi aka?
15 mi? Tozami bom kraska? Tozami? Bitta qanotda bor. Qanot. Nech pul aka? 4 pasida. Turolmay ham qolsa keling bir. Issiqda. Issiqda deyman, turolmay ham qolsa deyman, keling sotamiz. Ha. Xo'p, 4 pastda bitar ekan 2016. Xo'p, akalar. Bu mashinamizni yurgani 271 ming ekan. Qiziqsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir aniqroq qilib olib beraman. 4 ta yumshoq balon, diska hamma yo'g'i bor. Faqat naqqa beramizmi aka buni? Kelishaveramiz. Nech pul bilan kelishamiz? Meni bor bilan gaplashaveramiz. Menga? Assalomu alaykum. Yo'q, bemalol. Rashinga tepganda issiqda. 171 yurgani uka. Ashnari qanotda kraska, generalniy chiqadi. 1000 puli bo'lsa, 1000 puli bo'lsa 6 oyga gaplashaveramiz. qayergacha bera olamiz? Namangan, Farg'onaga ham beramizmi? Andijonda o'zing. Vodiy, bu Xonobodgacha. Bu shu oq 2016. Bu kimdan bu 298? Qaysi akamdan? Xo'p, 212 ming probeg ekan. Mol egasi bormi, yo'qmi ichinglarda? Tog'a nechi bu? 9 mi? 8. Xo'p, MX 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 500 ga chiqadim mana. Yaxshi ekan ama. Linoleum chiqol, polik. 200 qancha ham yurgan mashina. Xo'p, prostoy. 242 ming. Nech pul bu aka naqd pulga? Naqd pulga 18,5 ga berib beramiz. 1850 ga? Ha. Nech foiz kraska? 40%. 40% bor. Hop, benzin metani mashina. Propan. Propandami? Propanda o'zi yana ham yaxshi. Aka, variantga ham bormi, yo'qmi? Yo'q, naqd pul. Shtirga geni bormi? Keyin chiqadi-da. Chiqadimi? 100 chiqadi. Nomeringizni bering aka. 90lik 145 72 77. Mana akalar, shtirga 1800 50 ga berib ga yuboraman. beramiz dedik-a. Katta, ha. 8 prostoy, a? Ezilmasin, telefon qilaman. Mana akalar. Holat ko'ryapsizlar, yo'qsa bosib yuborasizlar. Bu beschi egasi bormi buni? Sotilyaptimi yo savdo bo'lyaptimi? Bu 10 kimdan 2010? Mendan aka bu. Ha, bu ham sizdanmi? Ho. 2010-yil ishlab chiqarilgan Best Lux. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Lux konditsioneri bormi, yo'qmi? Xo'p, konditsioneri yo'q. Lux Best konditsioner yurgani. Kulchi bormi, yo'qmi? Yo'q, kulchi. Ha, bu 10 mi, 11 mi aka? 11 ha? 11 aka. Lux Best konditsioner yurgani qanaqa? 230 ming. Kraski nechi foiz aka? Kraska bir kopga sotiladi, 2200 ga beriladi. Shu. 2200 ga beramiz. Ha. Yana bor. Tomni pasi. Nomerni aytib qo'ying aka. Qaytarib qo'ying. 90lik 145 72 77. 245 ha? Ana o'zini ishini o'zi oladi. 90lik 145 72 77. Bo'ldi aka. 1000 bor deyaveraman. Bunga ham aloqaga chiqaverasizlar akalar. Nima deydi? Shtirga geni bilan xudo xohlasa chiqarib beraman deyapti. Yo'qsa ma'qul kelsa aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Holat ko'ryapsizlar mana. Motor ochiqmi ekan? Ochiq ekan. Motor qismlari. Yo'qsa bosib yuborasizlar akalar. Hop. Nechta bor Dastonbek? 102 bor hozir. Nechi moni yili tanlaydi? 9 a? Xo'p, Lux konditsioner, Best konditsioner. Konditsionermi? Mana uning chiqol polik hamma yo'q joyida. Ishlaydimi konditsionerlar? Ishlaydi. Assalomu alaykum. Assalom, ishlaringiz yaxshimi? Xo'p, konditsioner ishlaydigandan so'raganlarga akalar ishlaydi. 4 ta yumshoq balon. Ukam Matiz bilan shug'ullanadi. Основной tinig'ini oladi. Unaqa urilganlarni olmaydi. O'ta tinig'ini olib maza qilib minadiganlar beradi. Ko'rib boringlar, top-toza. Metan benzinmi? Metan benzin, ha. Metan benzin. Nech pul aytilyapti endi ukam? Aka buni 2,5 ga beraveramiz. 2500 ga akalar beriladi.
Xo'p, Generalni egasini o'zidan chiqadi. gen hazayinda o'zidan chiqadi, variant yo'q-a? Yo'q. Naqqa geni bor. Naqqa bank. Necha foiz kraska bu? 15-20%. 15-20% xolos. Uni sapacho'yi bilan mana shu eshikni chizadi pastida. Mana shu yerda. Bu nechi? 9 Bu ham 9, bu ham konditsioner bilan, ha? Mana. Konditsionerlar eng qizig'i ishlaydi akalar. Oppog'idan. Buni kraskasi yurganichi? Oqdi. 324 ming yurgan. 324 ming yurgan. Kraskasini aytib o'tdik, shu eshigi chizuvdi, pastida bor. Pulichi puli. 27 olsin ekan. 2700 ozgina kamaytirib beriladigan xonasi bor akalar. Mana holat ko'ryapsizlar. Gazi bor, joyida, hamma yo'q. Ikki oy ham naqqa geni bor. Daslonbek qanisiz? Keling, nomerni qo'yib qo'yaylikmi qiziqqanlarga? Ayting. 97lik 167 167 47 aka. 47 ga aloqaga chiqsanglar, aytib o'tganimdek, основной Matiz bilan shug'ullanadi ekan, oladi, chipcha tirikchilikka qo'yadi, to'g'risini aytib sotadi. Kelasizlar, minasizlar, yoqsa pul sanovrasizlar akalar mana. Meni o'zim ham Matizim bor, Matiz olishimda yordam bergan ukalarim. Biladi meni Matizimni o'zi bilganlar. Hozirgacha minaman. Zo'r. Ikki oyga ham gem bor, xudo xolasa. Bosoramiz akalar.